95% odam uyindagi televizor yaxshi ko'rsatadi deb o'ylaydi. Aslida sizlarning televizoringiz xonani yorug'ligiga qarab avtomatik yoki xiralashadi yoki yarqilashadi. Bu nastroykani почти hech kim bilmaydi. Hozir men sizlarga qaysi nastroykaligini va uni qanaqa o'chirish kerakligini ko'rsataman. Undan oldin uncha joydan topib bo'lmaydigan, odamlar kutadigan, zakazga keladigan eksklyuziv modellarimizdan keldi. Qaraymiz. 32 talik LG variantimizda, Smart TV variantimizda VBOS operatsion sistema, mana 80 santimetrli originalniy LG. Uncha joyda yo'q bu model. Narxlariga lichga chiqib tashlayverasizlar. Xo'p, endi qiruchtali UT variantimizdan 4K Magic Book'li variantimizni zo'r narxda keldi. Bu ham yangi model. Endi qiruchtali QLED so'raydigan variantlar bo'ladi, odamlar bo'ladi. QLEDlarimizdan LG variantimizdan keldi. Nanotel. Uning uchun nastroykaga kirib olamiz. Общийga kirganimizdan keyin sal pastroq tushamiz. Ekonomiya energiya degan joy bor. Bunga kirib olganimizdan keyin mana o'zi mana bitta ko'rishimiz ham mumkin. Bu yerda o'zi yozyapti, avtomatik yarqisini o'zi to'g'rilaydi. Bu narsa bizga mishet qilishi mumkin. Televizorimizni xira bo'lib qolishi mumkin. Bu narsani mana kirganimizdan keyin ko'pchilikda avtomatik turgan bo'ladi. Buni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan chiqqanimizdan keyin yana bitta narsa bor. Avto отключение питания degan joy bor. Bir xillarni televizorlari 4 soatdan keyin agar pultini regrovka qilmasanglar, o'zi o'chib qoladi. Bir xil kamera degan joylarga bu narsani mana shu avto питания degan joyini buni o'chirib qo'ysa, o'shanda televizorimiz qachon xohlasa o'shanda o'chiramiz.